men uchun duo qil. Duo qil, Yusuf. Allah'ın rahmeti suyumlik Uniper'den ketmesin. Ben yeni bir şirik tadını yutturdum. Uniper uluq ve şefkatlik bir kişiydi. Allah onun məngülük huzur nisip kılsın. Uniper çoğu murasim ötküzülüp uzatılsın. Onunğa tavut ekilip mumiyalanlar ve bizgi təvə qabristanğa dəfn qılınlar. Balalık vaktimden başlap sizin davamlıq Yusuf için yığılayotganligingizni gördüm. Mening ömrüm tüger. Ama sizin yığınız hiç tügeydigandek emas. 11 qeyrindishi bor bir bola uchun yig'lash hech aqlimga sig'maydi. Ammo men bütün tilaklarimni amalga oshiradigan birisi uchun yig'layapman. Ve bu ayrılış ahırlaşqanğa kadar bu yig'lash davomlashadi bolam. Yozar sizning saroy xo'jadori bo'lishdagi yuqori martabaga erishishning sababini sizdan so'rab baqsam bo'lamdi. Uniper og'rib qolgandan beri saroyning hamma ishlarini Yuzarsif boshqarib keldi. Mening uchun yaxshi bir xo'jador ham aqlli bir donishmandir. Men hozirgacha uningdan aqlliroq bir donishman ko'rmadim. Danışman demek, yani zürriyet tug'ilganda Yuzarsif maslahat ko'rsatdi. Shundaqqa. Allah Uniper'ge məngülük huzur nisip qılsın. Yuzarsif qaysi tangrin davatdi ekan? Menda biror ishingiz bormidi? Zulayxa xonim sizni chaqiryapti. Siz chiqavering. Men hozirla borman. Onunla ne oldu? Neymiş ki bunu yığlaydı?
Neyim bo'ldi ekan? Uni faqat chimiq turamadim. Nima qildingiz? Nim bo'lganini men bilmadim. Oningdan kesilni so'ra. Men rostini bilmadim. Ammo u gap qilolmaydi, efendim. Sizdan minnatdorman. Tangirlar sizni qo'g'disin. Uning tangirlarni qabul qilganligini hech bilmayman. Yuzarsif boshqalarning beqishiga muhtoj bo'lgan tangirlarning o'zini qanday qo'g'daydiganligini so'raydi. Ularning o'zini qanday qo'g'daydiganligidan ansiraydi. Nimanda xalit gap qilsam mimisabu. Sarang bo'ldingmi? Yo'q, men gap qilmadim. Men hech nima demadim. Bu so'zlar menga tava emas. Bular Yuzarsifning gapi. Tangirlar haqiqatan birasini qo'g'diya oladimi? Yuzarsif ichiga kirish uchun ruxsatingizni saqlayotdi. O kirsin. Sen sirtni saqla. Meni chaqirtib ekansiz. Rastimni esdan Potifarga havas qilyapman. Qachon xohlasa sizdek donishmandan foydalanishni biladi. Ammo bizning bunday imkoniyatimiz yo'q. Bizni mahrum qoldirganingizga ko'nglim bek yerim. Meni boyi chaqirgan bo'lsangiz, mening buningdan xavrim yo'q ekan. Ilgari biz bilan ko'rishib turatdingiz. Ammo hozir yulduzlarga o'xshash yiroqlashib ketdingiz, Yuzarsif. Hozir men yer yuzida, ya'ni Zulayxaning huzurida. Agar topshirig'ingiz bo'lsa, aytavering. Ha, bo'ladi. Amsa vaqtingizni ko'p olmayman. O'ltiring, sizga deydiganlarim bor. Papistiki obro'li bir uy xonimi yo'ldoshiga xiyonat qilibdi. Bu xabarni bir oz ilgari angladim. To'g'risi, parishon bo'ldim. Sizningcha bu ayolni qanday qilish kerak? Yoki bu ayol haqida qanday hukm chiqariladi? Hukm qilish uchun texnik ko'p ishlarni bilish kerak. Bu ayolning xiyonati oshkorlandimi yoki oshkorlanmadimi? O bu xatoligini e'tirof qilamdi. Oshkorlanib qilishidan nomus qilamdi. Qulmi yoki bir ayolmi? Balasi bormi yo'qmi? Bu ayolning eri ayolini yaxshi ko'ramdi va sevgisini izhor qilamdi. Bu ayolning eri uning barliq ehtiyojlarini qamday olamdi. Uningga loyiq muomala qilamdi. Uning qanday sababi borligini bilish kerak. Bu sababdan bir qancha savol so'rash kerak. Buncha savol bir hukm chiqarish uchunmi? Potifarning hamisha siz bilan maslahatlashishi haqiqatan to'g'ri ekan. Bu va buningga o'xshash savollarning javoblari ilinmasdan to'g'ri bir hukm berilmaydi. Men bu savollarning hech qaysining javobini bilmayman. Faqat oshiq bo'lganligini bildim. Ishonman xonim. Oshiq muqaddasdir. Oshiqlar xiyonat qilmas. Ko'ngil ishi aql va mantiq tonimaydi. Oshiq ko'ngil xonasiga pok bo'lmagan tuyg'ularni olmaydi. Havasni oshiq deb qaramaslik kerak. Undaqda Yuzarsif bugunga qadar birasiga oshiq bo'lib baqdingizmi? Shundoq. Kimga? Sevgisi bilan meni haqiqiy sevgiga yetaklagan dadamga. Sana kim ishga kir dedi? Nima ishing bor bu yerda? Darhol chiqib ket. Kechiring xonim. Afu qiling.
Yaşınıp kaldı ama ahli kim bunun? U sizni yaxshi ko'rdi va o'zini sizning sirdishingiz deb qaraydi. Bo'lmasa, yeningizga kirmas edi. Bo'ldi. Bu gapni qilishmayli. Yana bir savolim bor edi. Javob berishga majbur emassiz. Hozirga qadar biror sizga sevgi izhor qildimi? Shundoq. Atrofimdagilarning menga bo'lgan sevgisi menga mushaqqat va siqilishdan boshqa narsa etganmidi. Farika hammamning menga bo'lgan kuchli mehr muhabbat sababidan qarindoshlarim menga hasad qildi. Dadamning sevgi va mehr muhabbati quduq tashlanishimga, asoratga va ayrilish azobiga sabab bo'ldi. Yo'q, men bularni so'ramoqchi emas edim. Ayollarning sizga bo'lgan sevgisini demoqchi edim. Hayır efendim. Ba'zida ularning eg'ir qarashlarini his qilaman, ammo ularga yaqinchilik qilmadim. Bo'ladi amsa. Kessangiz bo'ladi. U ayol to'g'risida surishti qilaman. Agar kerak bo'lsa, siz bilan maslahatlashaman. Eg'ir qarashlarini his qilaman, ammo ularga yaqinchilik qilmadim. Bir ish bo'ldimi, xonim? Bir qul ekanligini unutibdi. Kinoya qilib, sevgimni tuymaganligini aytdi. O'ylab boqmamsan? O haqliq. Bir qulga oshiq bo'lgan isil zodining oladigan javobi mana mushu. Ko'ramiz. Hech kimga loyiq bo'lganidan ortiq hech narsa bermayman. Nimish onu saraydan qo'g'ilib etmaysiz? Hatta onu bu yerdan haydib etding, xonim. Potifarga qarshimi? Uning yo'zardisini qancha yaxshi ko'rdiganligidan xabarim yo'q. Bu ahvolda qaroringiz joyida, xonim. Uningga e'tibor qilmang. Sen chiqib et, darhol ziyofatga tayyorlik qilinglar. Bir narsalarni ichib, ko'nglimni oshqim kelyotdi. Yo'zarsi ham xayol qilyotdi. Fikr xiyolimni uningga qaratamanki, uning hech qanday amali yo'q. Bu ziyofat ko'ngil ichishimiz uchun o'tkazildi. Cho'qim bek ko'ngillik o'tkazishimiz mumkin. Ko'ngillik o'ynanglar. Bu xonadan Tangrimizga xiyonat qilyotdi. Amon ibodatxonasidagi qo'mondonni biri uribdi. Uningga arziyat yetkazibdi. Men Zilayxoni İbrani bir qul bilan munosabati bormikin deb o'ylayman. Va bu qulning intayin kelishgan ekanligini angladim. Sen texicha Potifarga adovat saqlayotgansan? Erim Potifar tarafini jazolandi deb Zulayxani yomonga chiqarmoqchimisan? Buguninglarga qaraganda menga ishonmayotgansizlar, shundaqmi? Aslida bizmi angladik, ammo ishonishimiz qiyin. Bo'ladi amsa. Bundoq bo'lsa, men bilmayman. Agar xohlasangiz, sizdan bir savol so'raydigan edim. Potifar va burunqi ibodatxona rahiblari to'g'risida talash tapish bo'lmasa, so'rasam bo'ladi. Emas, sizning Ibrani qulingiz bilan munosabatlik. O qul to'g'risida nimani bilmoqchisan? Hech ishni. Faqat nima ekanligini so'ramoqchi edim. Hozir nima ish qilyotdi? Talatuzda ko'rinmaydi-ku. Sen bu yerga ko'ngil ochqili keldingmi yoki josuslik qilg'ilimi? Ankmahu yoki Padiyamon seni uchur to'plag'il avatgan bo'lmasin? Ha, qani. Elinglar. Bu sizlarning nisibanglar. Tatma elinglar. Eling. Siz meni.
Qani. Sizlarni elinglar. Nemishqa xafa bo'lasan? Hammalar uning gapini qilyotidi. Bizningmi uni ko'rib boqimiz ba. Ansirgidek nemisi ba. Agar men Zulayxaning o'rnida bo'lsam, oshqona qarashlarimni yushirish uchun bu go'zal yuzli qulni ming ishlik uyning ichiga yushirib qo'ygan bo'lardim. Qayerda u? Chaqir, kelsin. Nima degandim? Ko'rdinglarmi? Agar orasida bir gap bo'lmasa, bunchalik xafa bo'lib ketmaydi. İbrani bir qul bilan munosabati bormi deya amsa? Menga qaranglar. Sizlarda isizlarlikning zardisimi yo'q? Koni misrliklarning ayollari emas, Kanallik va Shamdan kelgan podshohlarga o'xshaydi ekansizlar. Sizni izlayotgandim xonim. Nemish qorong'uda o'tirsiz? Yolg'iz turg'in ba. Mehmonlaringiz qanday qiladi? Tangirlarning g'azabiga uchirsin. Hammasining joyi jahannam bo'lsin. Saroyga qaytishingiz kerak. Kayningizda nimalarni deganligini bilamsiz. Boshqalarni zaharlaydi xonim. Bularning hammasi yuzarsiz sababchi. Ya uni butun qalbimdan chiqarib tashlayman. Yoki uni ko'zdan yo'qitaman. Uni rostilla bu yerdan ketkizib o'tasiz xonim. Uni o'ldirmayman. Yo'q, men unda qilolmayman. Endi uni suygun qiling. Bunimi qilamamsiz? Potifar bo'lsa bo'lishi mumkin bo'lmaydi. Uni bardan keyin go'zallikdan ayrilib qolishga hargiz rozi bo'lmaydi. Bir sayohatga chiqsangiz, bir mezgil uzoq tursangiz, hammani unutasiz xonim. Men bizamil dalalsiz sayohatga chiqaman. Tayyorlik boshlansin. Bu yerdan yuzarsifni qo'g'layolmaymiz. Undaqda biz bu yerdan yiroqlashaylik. Meymis abo, rəx ambirdən yeterlik rəx elanglar. Yemeklik ambirdən bu, ihtiyacınlarga layık elanglar. Yuzarsif, sizni minnatdormiz. Sizning yardamingiz bo'lmagan bo'lsa, biz hozirgacha zulmatsiz yashagan bo'lardik. Tangrilar sizni qo'g'dusin Yuzarsif. Ananing yeniga bor. Tangrilarni qo'ldan kelsidi, sizlarni bu xil ahvoldan qutqizgan bo'ladi. Bu kichkina o'zgarish sizlarga tangrilarning emas, Allohning yaxshiligi. Acaba o qaysi tangrini da'vatdi? Sana keyin aytib beraman. Rabbim, Yusuf sensiz hech nima emasdir. Hamma odam sensiz hech nima emasdir. Allohim, Yusufga meni yolg'iz tashlab qo'yma. Allohim, vahiy farishchisi Jabroil tushmagicha meni yolg'iz tashlab qo'ymag'in.
Bu Zulayxa, Misr Azizning ayoli. Nima degan chiroyli. Mangayli. Palaqlarını silinglar. Mangayli.
Nemi degan güzel. Bu yerga bir necha qatim birga keldik. Men bu yerni pek yoqtirib qoldim, xonim. Rostimni aytsam, bu yer bu qatim shuncha seri kichik tuyuldi. Nemish shundoq bo'lganligini hech bilmadim. Qaranglar Marvoyit. Xonim, bir tom Marvoyit. Qarang, nima degan qimmatli Marvoyit. Chiroyli ekan. Bir chog'larda bundaq Marvoyitni ko'rsangiz, o'zingizni xushallikdan yo'qotib qo'yatdingiz. Ammo hozir O chog'larda buningdimi go'zal bir go'harni ko'rmagan edim. Zulayxa qizim, nima bo'ldi? Nima ishqa buncha xo'shal emassan? Onundan yiroqlashsam, ko'nglim echilib qoladi deb o'ylagan edim. Lekin undoq bo'lmadi. Ayrilish azobi. Onundanmi battar ekan, buni o'ylamabdi ekanman. Sayohatga chiqqali bir qancha kun bo'ldi. Asta unutib ketasiz. Ilgirgidimi bekrak aqlimni oldi. Sarang'ib qo'yamdi meni. Ularga aytqin. Qaytib ketayli. Ruxsat qilsangiz yana bir qancha kun o'tsin. Agar foydasi bo'lib qolsa, Tepsi kentiga qaytimiz. Hammanglar tayyor bo'lsin. Hammanglar joyinglarga beringlar. So'zlishlar kimga qaytsin? Nima sabo, nima ish bo'ldi? Qaytimiz. Yana saroyning ma'lum yeriga tikilib qarab, hasrat bilan Yuzarsifni kutisiz, shundaqmi? Yuzarsifni bosh aydirmagicha voz kechmayman.
bu işte sen bana yardım qilishing kerak. Bana yardım qilaman deb va'da bergin. Sizni xushal qilish uchun har ishni suyunib qilaman, xonim. Buni sendan boshqa hech kim bilmasin. Xotirjam bo'ling, xonim. Ammo Yuzarsif qabul qilmasa qanday qilasiz deb beqing, a? Uni o'ldirib aytaman. Suyumlik Zulayxa Harem, hoş geldiniz. Xo'sh bo'ldik, apandim. Ko'ngillik o'tkazgan bo'lishingizni umid qilaman. Go'zal bir sayohat bo'ldi. Sarayga xush kelibsiz, xonim. Rahmat sana Yuzarsif. Yuzarsif. Zulayxa xonim sizni sarayda saqlayotdi. Yuzarsif keldi, xonim. Salam sizga, xonim. Sarayga xush keldingiz. Balkim sayohatdan go'zal ma'nolar bilan qaytgansiz. Rahmat sana Yuzarsif. Yaxshi bir sayohat bo'ldi. Men bu yerda yo'q chaqda sarayda bo'lib o'tgan ishlar to'g'risida sendan so'rab baqay degan edim. Tilga og'udak alohida ish yo'q. Faqat sarayning tozaligiga munosabatli ishlarni qildik, xonim. Qul va xizmatchilarning turadigan yerlari tozalanib, kiyim-kechaklarda ozroq o'zgarish bo'ldi. Kiyim-kechak va yemak-ichmak omborlari ko'zdan kechirildi. Bunga munosabatli tafsilotlar keyin sizga yetkazildi. Buncha bala ko'p ishlar men yo'q shu qisqa vaqt ichida qilindimi? Vazifamning sirtida biror ish qilganim yo'q, xonim. Bu ishlaganlaringiz, tirishqanlaringiz hammadan ustun turadi. Bu sababdan sayohatda suv o'zgarchilarimiz qimmatli bir marvoy tepib chiqibdi ekan. Sizga hadiya qilaman. Yoqtirishingizni umid qilaman. Qabul qiling. Sarayning ishlarini qilish mening vazifam. Har vaqt sizga va Potifar hazratlariga minnatdorman. Eling. Bu sizga tava. Rahmat, xonim. Saray xo'jadorining beshini egib salom berishi bizga bo'lgan hurmatidanmi yoki parvosizligidanmi? Ya xonim. Rabbimizning va xo'jalarimizning huzurida bosh egib,
tövenchilik bilan turishimiz kerak xonim. Ondaqda ilgari nemishqa bundaq emasdingiz? İlgari men bir kichik bola edim. Bir qulning vazifasini bilmaydim. Ammo men Yuzarsif, kichikligingizdagi sadoqat va samimiyatingizdan hozirgi hurmatingizni a'lo bilaman. Her mezgilning o'ziga tushliq shartlari bor. Yuzarsif sizdan adabli bo'lishni va hurmat qilishni o'rgandi. Mendan buningdan boshqasini ko'rmaysiz. Birdam o'ltiring. Balalik chog'ingizda ishlaringizga men aralashdim. Onun xotirasi uchun bo'lsa-mu, yanamda birdam o'ltiring. Meni kechiring xonim. Saroyda qilishga tegishli ishlarim bor. Ruxsat qilsangiz, men ketay degan edim. Bo'ladi Yuzarsif. Ketsangiz bo'ladi. Tushunmadim. Tangri degani siznimi yoki o'zining tangrisinimi? Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Qanday javob beryapti? G'urur va past ko'nglini qanday sizga sarangdak ustun tutadi? Qayerga ketsin, u alqlanning ichida. Mimi Sabo. Ne bo'ldi efendim? Bir ishingiz bormi? Sayohat ko'ngillik bo'ldimi? Ahvolni qandayroq? Ham shundoq. Ham yo'q. Xonim Zulayxa kulib so'zlaganda yomon emasdi. Ammo qopqini turgancha bizmi kulishga jur'at qilolmay qoldik. Radomon bilan billa bozorga beringlar. Bu maravoyatni setib, qo'l va xizmatchilarga kirlik va yog'liq elinglar. Buni sizga Zulayxa so'q qildimi? Shundoq. Ammo menga foydasi yo'q. Qimmatli bir sovg'at u. Siz uni saqlab qo'ying. Buningga ehtiyojim yo'q, xola. Nemishqa buncha tez qaytib keldinglar? Qaytishmi? Qog'im bor edi. Lekin ular qaytib ketimiz deb turib oldi. Nima bo'lganini bilmadim. Balkim Zulayxa suyimli geri Potifarni seg'ingan bo'lsa kerak. Ko'proq diqqat qil. Bo'libmi, Karima amaga ko'z quloq bo'l. Biror ish bo'lsa menga xabar qil. Bir ish bo'ldimi, efendim? Endi ish qilyapman. Ko'nglim bir ishni to'yib turdi. Ba'zilar bir qator planlarni tuzdi. Kimlar demoqchisiz, efendim? Zodi kimlar? Havaskor va g'ayvatchi xotinlarning hiyilasidan Alloh seg'inib panohlik tilash kerak. Bu vaqa oshiq bilan munosabatlik. Yuzarsifga oshiq bo'lgan kishini to'g'ri tushunish kerak. Gunoh u kishida emas, meningcha Yuzarsifda. U ko'ngillarni o'g'irlaydi. Gunohkor bo'lg'ini ko'ribmi ko'ngil bermagan kishidir. Bo'ldi qilmaymi Sabo. Rost so'zlayapman. Bir kunning sizga oshiq bo'lishga haqqi yo'qmi? Mimi Sabo. Mening go'zalligim chiroyli bir qushga o'xshaydi. Go'zalligim menga balo bo'ladi va asorat keltiradi. Ammo tomochiqning odatdagi bir ovozi bo'lganligi uchun u erkin holda hamma yerda ucha oladi va qafasga solinish andisisi yo'q. Mening tangrilarimning qo'ldan bir ish kelgan bo'lsa, siz uchun duo qilgan bo'lardim. Ammo yana sizning tangringiz hammasidan bak kuchli. Shundoq. Mening Rabbimning kuchi hammaga yetadi. Buningdan xotirjam bo'l. Ammo
Yaqında beri men bilan faqatlik aram bo'lmayapti. Ya bir cho'sh, ya bir xabar, ya bir ilhom yo'q. Tushunmadim. Xuddi bu dunyoga bekali tashlatilgandek his qilyapman. Sana desam emisa bu. Qiyin ahvolda inson tutqudek bir og'amchig'imi ehtiyojli bo'ladi. Kashki dadam hozir yenimda bo'lgan bo'lsa edi. Qanday qilishni u nihoyat yaxshi biladi. Hanım. Sana yalğız qağım ba demegenmidim. Yüzarsi Potifarning yeniga ketdi. Agar uni ko'makchi bo'lsangiz, fursatni qochirmang. Aynikim nakabba.